Yevropada sveji perigon kirib kelgan furalarni ham sotuvga qo'yishni boshladik akalar. Narxini videoni boshidayoq aytib o'tib ketaman. Egalari 78 ming AQSh dollari yana kelishamiz deb aytayaptilar. 2022 ga Persepenili 2022-yilda ishlab chiqarilgan aytib o'tganimdek perigon kirib kelgan kechaginda yetib keldi. Bu 480 taga bo'ladi, baland kabina, bosib o'tgan masofasi 515 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Salon ichki holatlarini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Idealniy holatda turibdi. Baklari bu tomonda 690 litrli bak, u tomonda 400 litrli bak bilan jihozlangan. Persepe 2022-yilda ishlab chiqarilgan aytib o'tganimdek 105 kubalik mega krone Persepe. Mo'sti safmos o'tka balonlarning holatini ko'rsatib o'tib ketaman, ko'rishingiz mumkin. Lentakasi bor. Ichlarini ham videosini qo'yib o'tib ketaman, ko'rsangiz bo'laveradi. Balonlarni mana yaqindan ko'rsatib o'tib ketaman. Orqa balonlarning holati bu. Bu oldi balonlarning holati. Qiziqqan bo'lsangiz egalariga telefon qiling, to'liq ma'lumotni o'zlaridan olasiz. Manzil Namangan viloyati Chust shahrida turibdi. Bemalol kelib ko'rib, egalar bilan savdolashib, yaxshi narxlarga bosib o'rsangiz bo'ladi. Bu videoni mana shunaqa sveji perigon kirib kelgan Dacia Euro qidiruvga tanishlarga yuborib qo'yishingizdan chiqmasa, hammaga rahmat.